Bir mo'ysafid olovda qiynalib jon berayotgan ilonni ko'rib yordamga shoshibdi. Uni olovdan endi olayotgan ham ekanki, ilon uni chaqib ozor yetkazibdi. Ilonda og'riqning kuchidan u inson qo'lidagi ilonni qo'yib yuborgan ekan, yana olovga tushib ketibdi. Shunda ham o'zi og'riqdan qiynalayotgan bo'lsa ham o'ziga kelib kelmay u kishi ilonni yana olovdan xalos qilibdi. Shunda buni kuzatib turgan bir kishi: "Hoy inson, ilon seni chaqdi, nima qilarding uni qutqarib?" desa, haligi mo'ysafid javob beribdi: "Ilonning fitrati chaqish. Bu esa mening insoniylik fitratimga, yordam berishligimga ta'sir etmasligi kerak", deb javob qaytaribdi. Xulosa shuki, boshqalar xafa qilgani uchun o'z fitratingizni o'zgartirmang. O'zgani yomonligi sizni ham maddohlar qatoriga qo'shib qo'ymasin.